shayton oq kapada turibdi birinchisi, ikkinchisi uni orqasida bizga ko'rinmayapti. Uni orqasiga o'tib ketdi. Agar yoniga bo'lsa ko'rinadi. Mana shu joyda Inson alayhisalom shu deb toshlarga pichoqlarga tosh ikkiga bo'linib ketdi. Mana shu yerda pauza qilamiz, hozir minodan chiqib ketib qolamiz. Mana shu turgan joylarimiz va kapalar turibdi, mana shu mino. Mana shu joyda ikkinchi katta tarixiy hodisa bo'lgan. Mana narigini pauza qilib, mana shu tomonni qarab turaylik. Abraha degan odamni eshitganmizlar. Nima qilgan? Fil bilan kelib Ka'bani buzaman deb kelgan. Mana shu yerda bo'lgan mana shu hodisa. Qarang, Ka'baga 7 kilometr qolgan joyda bo'lgan. Ya'ni payg'ambarimiz o'sha fil voqeasidan keyin 6 oydan keyin tug'ilgan. Ya'ni payg'ambar tug'ilishidan 6 oy oldin, ya'ni payg'ambarimiz onasining qorindaligida shu hodisa bo'ladi. Abraha San'oga, ya'ni Yamanga kilisa quradi, cherkov quradi. Hamma odamlar mana shu cherkovga to'plansin deb arablarni chaqirmoqchi bo'ladi. U Abraha o'zi xristian bo'lgan. Xristian bo'ladi. Etiopiya podshohi Najoshiydi. Ya'ni biz bilgan payg'ambarimizga iymon keltirgan Najoshi emas,